Hop. Nişettik biz hazır. Cevabından. Size verdik. Text size bo'lmasa size'ini ichib bo'lib turadi. Sal kichkinaroq bo'lib turadi, to'g'rimi? Endi bu yerda hello world'da size berilmagan. Buni ham barib ketamiz. Text size deb yozsak nishatadi. O'zi chiqarib beradi ekan bizlarga. Text size desak enterni bosamiz. Bu yerga misol uchun bunga 30 sp desam, esa sp desam, keyin bu yerda bir обновление bersam, o'zi to'g'rilab chiqarib beradi. Bu amaliyot ishining razmeri sal kattaroq bo'lib ketibdi. Hozir ko'ramiz. Bundan tashqari endi bu обновление bo'linchaklar hozir ishlatamiz shunda. Bir edit text ham yozamiz. Edit text yaratamiz. Men kalendarga kirmadim. Hello World'un üstüne tushib qoldi amaliyot ishi deya yozuv, shu uchun shunday bo'lib turibdi. Buni 30 SP beramiz. Hop, endi bu yerga ishlatamiz. Hozir bir обновление berganda hammasini ko'ramiz. Edit text tashlaymiz bir. Enterni bosamiz. Hop, biz endi ishlatar edik. Prop bilan ishlab turardik, to'g'rimi? Endi sal qattiq ishlab boshlaydi notebookim. Bizdan kam shunday bo'ladi. Android og'ir programma bo'lgani uchun. Hop, razmerlarni berdik, to'g'rimi? Endi ishlatishimiz kerak mana. Hintini berib ketish kerak. Edit textdan hint deb yozamiz. Text deb yozishimiz xato hisoblanadi. Hint deb misol uchun login desam, keyin misol uchun yana nimani yozsam bo'ladi. Bu yerda chiqadi bu. Device'dan buni siparib turamiz. Bunday hello world bilan amaliyot ishi. Amaliyot ishini yana ranglari o'zgargan ko'rgan bo'lsangiz, orqa foni sal ochiqroq, yozuvni o'zi yashil rangda turibdi. Rang berganimiz uchun imunda yana bizani nomimiz loginda ham edit tekstimiz turibdi. Misol uchun buni hello world nozni o'zgartiramiz. Xemis tizimiga xush kelibsiz deb shunday deb yozamiz buni. Hop. Bitta login dursin. Buni atamiz. Xemis tizimiga xush kelibsiz deymiz. Ne var mı soru erkekler bir var? Xush kelibsiz. Bundan amaliyot ishlatimiz. Tak, nada qo'ysam bo'ladi. Student deb qo'yaveraman. Talabalingiz yaxshi. Talaba deymiz. Endi biz ishlatdik. Hintni login dedik. Loginni ustuna keyin yaxshi bu tursin. Mana yapti. Xuddi shu narsani ishlatamiz. Kopirovat etib turamizdan. Endi buni parol uchun tashlaymiz. Parol uchun tashlaymiz. Bu tarafa kodini o'tsam o'zi chiqaradi. Login bilan parol ustma-ust tushdi. Bu Xemis tizimidan xush kelibsizmi? Mana hozir tekstni nasini to'g'irlash kerak. Gravity'sini center etib bersak, o'zi centerda joylashadi. Bu yerda misol uchun talaba bo'ldi.
Hop, bu login bilan parol. Bularni chumunin chiqib turibdi. Bunga ixtiyoriy razmer bersak ham bo'laradi. Misol uchun, buni o'tamiz. Edit textga kirtirib, buni wrap contentda mindirib, misol uchun 100 dp desak, buni ham xuddi shunga esa 50 dp desak, ishlатadi. Xuddi shu o'lcham bo'yicha bizlarga chiqarib berishi kerak edi. Mana loginni ko'rgan bo'lsangizlar, narsa o'zgardi. Biz sal buni cho'zsak ham bo'ladi ekan. Enini qisqartirib, misol uchun buni yana 30 dp desam, buni 300 dp desam bo'ladi ekan. Buni o'tamiz. Ko'rgan bo'lsangizlar, yana login o'zgardi. 30 dpda уже loginni ishlatdi. Yozuv ko'rsamim qoldi, shuning uchun ishini ishlasangizlar ham bo'ladi, lekin bu standartlik olib kelmaydida, уже standart bo'lmay qoladi. Bunday vaqtina login deb chiqdi bizada. Endi parolni ishlatamiz, xuddi shu loginni kopировать etib tashlasak ham bo'ladi ekan biza. Berib 40 dp bo'ldi. Yuqorisi 300 dp bo'ldi. 300 dp bo'ldi. Endi buni ham ko'ramiz. Mana ikkisini ham razmeri bir xil. Ko'rgan bo'lsangiz, endi bu yerdan ishlatadi. Hozir ishlatganda ustuna bosganimizda yozadigan joyi chiqishi kerak bo'ladi. Bu parol deya, login deya yozuv o'chib, biza yozadigan joy chiqadi. Ko'ra, endi bir button tashlashimiz kerak. Xo'p. Endi button. Bu button ham wrap content bersak, menimcha normalniy bo'ladi. Endi bu button'a tekstimizmi? Kirish deb yozamizmi? Kirish bo'ldi. Shuning bo'lib tursin, hozir ban tarafda ko'rib beramiz. Endi kirishda ham buttonimiz ibara tushib qoldi. Buni olib pastroqqa qo'yamiz. Xo'p, bu xemis tizimidan xush kelibsizni endi ishlatamiz. Xemis shuni tizimida qo'yaveradi. Xemis tizimi. Alignment etamiz. Dan centerni berib ketamiz. Xo'p. Nishatdingmi? Tekstimiz o'rtada, talabamizni endi razmerini sal kichraytirsak ham bo'ladi ekan. Keyin hozir xuddi shu narsani ko'ramiz. Xo'p. Talabani 20 deb yozsam ham bo'ladi. Endi normallashdi. Endi polni background misol uchun ixtiyoriy xemisnikini chiqadi narsa rangi. Ochiqroq голубой mini chiqadi. Backgroundda turib, bu yerda ixtiyoriy blackni tanlab turib, yana ustuna bosar edik. Nima uchun desa, biz hamma rangni kodini bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Yodlash uning muhim narsa emas, u yodlash, to'g'rimi? Xo'p. Rakman ichkiroq edi. Endi bir ko'ramiz. Yana background o'zgardi. Bu talabani backgroundini biz boshqa rang berganimiz uchun shudurdi. Ko'rdingizlarmi? Xuddi shunday bu edit tekstdan ham backgroundini rang berib bilamiz. Ishlatamiz, faqat buttonni backgroundini rangini o'zgartirib bilamiz ekan. Bu yerda hozir bir marta run beramiz. Xatolik berib turibdi. Buni endi xato bo'ldi ekan. Biz bir xato ko'ramiz. Biz bularni mahkamlamadik. Shu uchun ham xato bo'lib turibdi.
Mişkenin tarafını basamız. Hıhlasazda özeriz birme bir ban taraftan mahkemeler çıksazlaran boladı. Peki az zaman ucumundan keyin dersim var. Şuna tezleşip tutma. Hop. Indi şundan iki tane hata kaldı. Bir şunda ben mesela doğulasazlaran buladı. Az bir Rambert görelik ana. Hata bolgany üçin ekranymyzdan işlemediğine. Karaňa. Esasy isleýände keyinki para işleýärdir. Keyinki paraçany işletişleriz gerek. Keyinki paraçaklym aş proýektlarys bar-ku. Şunu astan bir ikinci pejlaryny işläp başlaýlar. Huddy men taşlap bergen närseni ine. Prost indi batdyny mekemleýänimiz üçin ban tarafy ötüp ketdi. Edit tekstlarymız näme gitdi bizden indi. Şu renk beriş gerek etdim. Hop. Az bir min turasa indi. Esasy edit tekstimizde hata bolup. Damla ikinci emellini aş firmalarda neçe taşıyımız videolama ya bulmasa anu nemen Hemmeňiz indi berber özleriz işleseýizler video ýatyňlar dedim. Sizler özleriz işlemin dursak bu. firmalar lekin damla Ama ben özlerini rastlanar bizim işlettik mi? işlerim. Damla menen şu özüm işlepdik mi? Ýaxşy, eser video atyp ýükleýämiz. 10 minutdan kem bolmaslygy gerek. Videoda hazır mesela aşı yasagan nerselerimizni düşündürüp Hı. video alamızmın damla onun Alan bedene Rectangle'dan faýdalandym. Bu kiriş pejimiz, bu bir nerse pejimiz. Aşynap huddy şu ketmek-ketlikni aýtaslar. Boldy. Keyin üçünçi ameliyat işinde astan edit text uýula bilen işlep başlaýaberaslar. Yazma iş hatalaryny etberin, bertaraf etberin. yaxşı damla. Bir ýeri ýaxşy şu öňüne bassas, özü çykady, hatany dogrulydan indi pastaýan çykmyýdy o, lekin bäzibir bar. Gä wagty dogrulanmyýdy. Başga wagty öz dogrullap berdi. Az mende näwgadyr problema boldy. Berimde umma hata ýok. Hemen şu diskimde bolup durdy. Resursda, iş proyektde, app'de, source'da, main'da, resurs'da, layout'da bolup durdy eken. Az göremiz. Hazır. Resurs'da, layout'da. Nerede ne problema bolup durdy eken.
Kodumda hata yok. Lekin bedeyna nada layout papkangda badat tuttu. Layout papkamda ko'rishi Activity XML var. Bunun içinde nerede hata bo'lganini tapmadım. Sizler tapgan bo'lsangiz aytinglar. Sizlarga ko'rsanibmi, ko'rsanmin turgan bo'lsa ko'radi qanimi. Shularni bir mahkamlab chiqish, balkim shudir xatosi. Biz ko'ramiz. Mesela bir shunday mahkamlab chiqamiz, bo'lmasa shunday xatoliklarimiz uchraydi bizani. Ko'ramiz, balkim shundan xato. Notebook'um ham qotib yotibdi yana. Biz Android nusxani ketgandan keyin normalniymi? Qotib qolmadim men keyin. Yok damla meniki katmadı lekin. Men kedim qotadi. Shu o'chirib tashladim bu narsani. Qotib ishlaydi. Programda endi nima bo'ldi? Endi bu talaba mahkamlandi. Bu mahkamlandi. Battanimiz mahkamlanmadi. Mahkamlanish. Endi ko'ramiz hozir. Kod o'tamiz baribir xatodadi. Sho'da qizarib o'zi teyinda chiqaradi qizili. Navxatir men xatomni topmindibman. Siz topsangiz aytinglar, yaxshimi? Import etalay. Yo'q, ketmadi dastur. Yaxshi, mana xatosini topib aytaman sizlarga. Bunga bir обновление bering. Mana tarafda hozir mahkamlaganimizdan keyin nechik bo'ldi, o'zgarishlar nechik bo'ldi, shuni bir qator ko'radi. Bunda nadin nuqta virgullar ishlatilmaydi. Webda bir qator kod yozgandan keyin nuqta virgul to'g'rimi? Shunga o'xshash narsalar bor. Bunda uning narsa yo'q. Dasturlashda xuddi shunday u narsa yo'q. UI dimosan ish qilib UI'da ishlasangizlar o'zlaringizga komfort zo'r. Har xil dizaynlarni chiqarsangiz bo'ladi. Backend'imda endi sal bitta qiynalasa demasa o'zi normalniy. Biz ko'ramiz. Aynan. Gördüğünüzler yangi mahkemlarning birini nechik bo'lib chiqib turadi. Endi hozir 4 tarafidan parent etib mahkamladim-ku buni. Xohlasangizlar bu kodni yozib turib mahkamlasangizlar ham bo'ladi. Agar yo'q, men kod yozib o'tiribman desangizlar, yana men ko'rsatgandek xuddi shudan mahkamlasangizlar ham bo'ladi. Bedaylar nechik bo'ldi? Baraka ko'rsataman. Aynan. Temiz tizimi yangi battani bu kirishdayan battanimiz yuqorida turadi. Yodlaringizda bo'lsa bu login parolni edit tekstlarimiz görselmin turadi, to'g'rimi? Endi sizlar ishlatasizlar shu edit text, text view battanlardan foydalanib
özlerinizde şu metin yazılgan kısımlarını men taşap bergeresin baku. Hudda şu kısımlarını işlek gelesem bundan keyinki parda image view bilen, liner layout bilen işleşini öğretemen ki arayan tarafına astan bir bette ikinci bete ötüş şu narsalarını birgelikte görüp çıkarırız. Şuna tek boladım mağazı dersim bu. Şuna tayarlanaman. Savallarınız bolsa erteň mobil okşuydu leksiya menimçe, doğrumu? Tamam, Damla men damla. kaçan barsam bolady ýanyňyza. 5-nji gün ýa 6-njy gün gelmeseýiz, işe 2-nji, 3-nji, 4-nji gün 5 paradan dersim bar Nergiz epke. Hı. 5-nji gün 1 para dersim, 6-njy gün 1 para dersim barmy? 2 para man hiç kirek bulas. Azanda ya 3,5-dan keyin Erteň gelseýiz bolady. arxitektura ekem damla. Arxitekturam, ýaşy arxitektura temizlese. Esa dersini tüketemen. Sawallarınız bolsa keyin aýtasy, ýaxşymy? Hop, damla. Rahmet, damla. Sağ ol. Ezberarmy? Ýok, ýazsazda karamaslykim mümkin-de. Nazy syrtkyla geýen, şula bilen bolup durmaz. Şu üçin derste soraňlar, ýaxşymy? Näme soraýjak bolsazlar?